Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 7-mavzu darsimizda, ya'ni Taylorning energetik nazariyasi haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu mavzuyimiz ikkita rejadan iborat bo'lib, katalizator yuzasidagi atomlarning energiyasini farqlanishi hamda Roginskiyning kimyoviy nazariyalari haqida gaplashamiz. Katalizator yuzasidagi atomlarning energiyasini farqlanishi. Bu nazariyaga ko'ra katalizator yuzasidagi atomlar o'z energiyasi bilan farq qiladi. Ya'ni ular har xil qiymatga ega bo'ladi. Shuning uchun bu nazariya energetik nazariya deb ataladi. Katalizator ichidagi atomlarni boshqa atomlar bilan bir tekis qurshab olganligi uchun ularni valentliklarini to'yingan yuzadagi atomlarni va valentliklarini esa to'yinmagan bo'ladi. Shu sababli ularda ortiqcha erkin energiya bo'ladi. Ko'pincha adsorpsiyalanishdan chiqqan issiqlik adsorpsiyalangan gazning miqdoriga bog'liq bo'ladi. Dastlab ko'p issiqlik chiqib, yuzaning ko'p qismi gaz bilan qoplangan sari kam issiqlik chiqa boshlaydi. Ya'ni differensial issiqlik har xil bo'ladi. Masalan, temir katalizatoriga amonyak adsorpsiyalanganda quyidagi natijalar olish mumkin. Birinchi qatorda amonyakni adsorpsiyalangan miqdorda, ikkinchi qatorda esa adsorblanganda chiqqan issiqlik miqdori ko'rsatiladi. Demak, quyidagi jadvalda ko'ringan, ya'ni olingan natijalar temir katalizatorida bir necha xil aktiv markazlar borligi va adsorpsiyalanish dastlab kuchli aktiv markazlar, so'ngra kuchsizroq aktiv markazlarda sodir bo'lishi ko'rsatilgan. Shunday qilib, ko'pgina kuzatishlar va o'tkazilgan tajribalar katalizator sirtida bir jinsli bo'lmagan aktiv markazlarning mavjudligi faqat shu aktiv markazlarning kataliz jarayonida ishtirok etishini tasdiqlaydi. Qaytarilgan nikel katalizatorini Taylor shunday chizma ravishda tushuntirib beradi. Ya'ni nikel atomi katalizator qirrasi yoki burchagida joylashgan bo'lsa, u katalizator yuzasi bilan kam bog'langan bo'lib, uni to'yinmaganligi katta bo'ladi. Bu esa adsorpsiyalanishni kuchaytiradi. Gaz holida bu yerda demak 4 valentli hosil bo'ladi. Demak, Roginskiyning kimyoviy nazariyasida Roginskiy tomonidan demak ilgari surilgan nazariyaga muvofiq katalizator aktivligi uning yuzasiga energetik holatda bog'liqligini tushuntirib, to'yinish nazariyasi deb nomlanadi. U har qanday sistemadagi bo'sh energiyaning 1 gram molga yuksalishi, ko'payishi, to'yinishi bo'sh energiyani ortib qolishiga olib keladi deb hisoblaydi. Aktiv katalizatorlarning hammasi to'yingan sistema deb qarash mumkin. Uning 4 turi mavjud. Davriy o'ta to'yinish turg'un formalda ajralib turadi va energetik darajasiga yuqori bo'ladi. O'ta to'yinish strukturaning tuzilishi, buzilishi, ya'ni uzun zichligi kristallarining noto'g'ri o'sishi, panjaradagi atomlar sonining noto'g'ri joylashishi hisobida bo'ladi. O'ta to'yinish qattiq fazadagi begona molekula yoki atomlar hisobiga yangi fazaning hosil bo'lishi, yangi kimyoviy faollik oshishi natijasida hosil bo'ladi. O'ta to'yinish oshishi maydalangan qattiq moddaning maydalanganligiga, ya'ni uni maydalanish darajasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Katalizatorning qattiqlik aktivligi uning aktiv yuzasiga to'g'ri proporsional bo'lib, solishtirma kattalik aktivligini ko'paytmasiga teng bo'lib hisoblanadi. Bu nazariyaga ko'ra turli katalitik jarayonlar mexanizm bir-biridan prinsipial farq qilishiga asosiy sabab turli aktiv markazlarni har xil bo'lishidir. Aktiv markazlar soni tabiati yoki amorf holati bilganligiga bilangina bog'liq bo'ladi. Bog'lash to'g'ri emas. Moddani bug'latib, so'ngra suyuq holga keltirish usuli bilan olib borilgan tekshirishlar juda oz miqdor mikroqo'shimchalar ham katalizatorning kimyoviy tabiatiga va aktivligiga katta ta'sir qilishini ko'rsatadi. Aktiv markazlar har qanday katalizatorda ma'lum miqdorda bo'lishi mumkin. Katalizator tayyorlash vaqtida bunday aralashmalar juda bo'lmaganda oz mikro qismi kirib qolishi tabiiy. Shunday qilib bir jinsli bo'lmagan yuza hosil bo'ladi hamda natijada katalizatorning turli joylarida har xil mikro tuzilish va turlicha aktivlik bo'lishi mumkin. U o'z kimyoviy tarkibi jihatdan boshqa sohalardan farq qilgan soha va chegaralar yoki bu chegaralar bilan chegaralangan sohalar rigina aktiv markaz bo'ladi. Haqiqatan ham katalizator mikroqo'shimchalardan tozalansa, uning aktivligi kamayadi yoki butunlay yo'qolib ketadi. Ko'pgina kuzatishlar va tajribalar asosida katalizator yuzasida bir jinsli bo'lmagan aktiv markazlarning mavjudligi, faqat shu aktiv markazlargina katalizator jarayonida ishtirok etishini tasdiqlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.